那么我再说一遍刚才说的话，咱们不要纠缠，这也是我们的意见，迅速答复我们的条件，因为广场上同学正在挨饿，如果再不行，还在这个问题上纠缠的话，那么我们认为政府毫无解决问题的诚意，那么我们这些代表没有必要在这里再做下去了。The government, he warned, cannot ignore this phenomenon. One of the student leaders who has been on the hunger strike since Saturday and is being given medical treatment was Wu Kaishi, a 21-year-old from Beijing Normal University. He accused the leaders Бүгін of showing yeni 4-iyun күні 1989 yılı Xitayda yüz bergen Tiananmen o'quvchilar harakatining 31 yillik xotira kuni. Shu munosabat bilan xalqaro dangliq axborot vositalarida mazkur voqea keng ko'lamli xabar qilindi. 1989 yılı 4-iyun kuni kechida Xitoy hukumati bir qancha oydan buyon Beijingdagi Tiananmen maydonida tinchlik bilan namoyish qilayotgan necha 10 minglagan o'quvchini tanklar bilan qonliq bostirib, nurg'un o'quvchilarni o'ldirgan va tutqun qilgan. Buning natijasida butun dunyoni zilzilaga solgan Tiananmen qirg'inchilik yuz bergan edi. Bu xotira kuni munosabati bilan Amerika Davlat Majlisi qarmog'idagi Xitoy ishlar komitetining raislaridan Avam palata a'zosi James McGovern bilan Kengash palata a'zosi Marco Rubio qatorliqlar bayonot e'lon qildi. Bayonotda mundaq deyilgan: Biz bugun Beijing va shundaqla Xitoydagi 400 dan ortiq shaharda tinchlik bilan namoyish qilib, demokratiya, kishilik huquq talab qilgan va chiriklik xotim berishni talab qilgan o'quvchilar, ishchi xizmatchilar va boshqalarning jasorati ham fidokorligini eslamoqdamiz. Kishini afsuslantirdigani shuki, Xitoy Kompartiyasi bu tinch namoyishchilarni Tiananmen maydonida harbiy kuch bilan bostirdi. Ularning kishilik huquq va islohotga bo'lgan tinch talabi tarmar qilindi. Ular bayonotida yana 31 yildan keyin Xitoy fuqarolarining negizlik erkinligini qo'lga keltirish uchun ko'rsatayotgan tirishchanligining hamisha rahimsizlik bilan bostirishga duch kelayotganligini eskartib o'tdi. Bayonotda yana mundaq deyilgan: Biz barliq vijdon mahbuslari bilan bir saptimiz. Biz Xitoy hukumatini ularni shartsiz qo'yib berishga chaqiramiz. Biz din e'tiqodi, madaniyati hujumga uchrayotgan Tibetlar va Uyg'urlar bilan bir sapda turamiz. Biz erkinlik va avtonomiya va'dalari sistemli holda amaldan qoldirilayotgan Hong Kong xalqi bilan bir sapda turamiz. Xitoy hukumati hozirgacha shu qitimliq voqeada hayotidan ayrilgan va g'oyib qilib etilgan kishilarning aniq soni va ularning kimliklarini e'lon qilmaslik bilan birga yana Xitoyda bu voqeaga oid uchurlarni qattiq kontrol qilib kelmoqda. Chet ellardagi har qaysi kishilik huquq organlari va Amerika Davlat Majlisining yuqorqi a'zolari bayonotida birdek buni tilga olib, Xitoy hukumatini uchur qamalini bekor qilishga chaqirdi. Uyg'urlar uchun Tiananmen voqeasining alohida ahamiyatli bir tarafi 1 milliarddan ortiq nüfusga ega Xitoydek cho'ng bir davlatdagi bu demokratiya namoyishiga o'rkash davlatdek amdili 20 yoshga kirgan bir Uyg'ur o'quvchining yetakchilik qilishidir. Ayni vaqtda Beijing Pedagogika universitetining 2-yilligida o'qiyotgan o'rkash davlat Xitoy o'quvchilar harakatining asosli rahbarlarining biriga aylangan va butun Xitoy miqyosida tanilgan edi. O'rkash davlat 1989 yili 5-oyning 18 kuni Xitoy o'quvchilariga vakil bo'lib, Beijingdagi xalq saroyida ayni vaqtdagi Xitoy bosh ministri Li Peng bilan so'zlashgan. U shu qitim Xitoy bosh ministri Li Pengga dodillik bilan savol qo'ygan va keskin holda talash-tortish qilgan edi. Uning bu jasorati ayni vaqtda Xitoydagi millionlagan kishilarni hayron qoldirgan.